Assalomu alaykum, hurmatli mahalla tadbirkorlari. Men mahalla bankiri Sattorov Xushnud bo'laman. Prezidentimizda 2025-yil farmoni chiqqan mahallalarda tadbirkor bilan uchrashib o'tkazasizlar degan farmoniga asosan mana bugun uchrashuvimiz Yangiqo'rg'on mahallasiga to'g'ri keldi. Biz tadbirkorlar bilan mahalla produktlari mana kreditlarimiz bor, o'shalarni sizlarga targ'ibot o'tkazmoqchiman. Bizda mahalla loyihasi kreditimiz bor, 50 ming so'mgacha ishsiz fuqarolarga o'z band qilib qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish bo'yicha. Assalomu alaykum, hurmatli mahalla tadbirkorlari. Men mahalla bankiri Sattorov Xushnud bo'laman. Prezidentimizda 2025-yil farmoni chiqqan mahallalarda tadbirkor bilan uchrashib o'tkazasizlar degan farmoniga asosan mana bugun uchrashuvimiz Yangiqo'rg'on mahallasiga to'g'ri keldi. Biz tadbirkorlar bilan mahalla produktlari mana kreditlarimiz bor, o'shalarni sizlarga targ'ibot o'tkazmoqchiman. Bizda mahalla loyihasi kreditimiz bor, 50 ming so'mgacha ishsiz fuqarolarga o'z band qilib qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish bo'yicha